Saqal qo'yish haqida. Savol. Assalomu alaykum. Men ma'lum islom universitetining o'quvchisi. Men odatda saqal qo'ymayman. Lekin notanishlar bilan paranglashib qolganda ular mendan nima ish qilganimni so'rasa, men islom universitetining o'quvchisi ekanligimni deganda, ular nima ishqa saqal qo'ymaysan? Bu Rasulullohning sunnati tursa deydi. Mushu to'g'riliq fikr bergan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam saqal qo'ygan, to'liq tushirib o'tmagan. Sahobalarmi shunday qilgan. Olimlar saqal qo'yishning islom talab qilgan fazilatli ish ekanligida ittifoq. Lekin saqalni qo'yish yoki tushirib o'tish hukmida tuvandagidek bir qancha qarashda bo'lgan. Birinchi qarash. Saqal qo'yish vojib, tushirib o'tish harom. Bular mundaq dalil keltirgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarga xilaf ish qilinglar, saqallarni qo'yib o'tib, burutlarni tushirib o'tinglar degan. Yana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam burutlarni tushirib o'tib, saqallarni qo'yib o'tinglar degan. Yana bir hadisda burutlarni qirqib, saqallarni qo'yib, atashparastlarga xilaf ish qilinglar degan. Bularning qarashicha bu hadislardagi saqallarni qo'yib o'tinglar degan buyruq vojiblikni ko'rsatadi. Umum hadislarga ko'z yuritadigan bo'lsak, vojib degan qarashdagilar dalil qilgan hadisdagi mushriklarga xilaf ish qilinglar degan buyruq vojiblikni ko'rsatmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yahudi nasoralar choch saqallarni bo'ymaydi. Sizlar ularga xilaf ish qilinglar degan. Yana bu oqchoshlarni o'zgartirib o'tinglar, Yahudi nasoralarga o'xshab olmanglar degan. Bu hadislarda yana Yahudi nasoralarga xilaf ish qilinglar, Yahudi nasoralarga o'xshab olmanglar degan buyruq turuqliq salaflar choch saqalni bo'yashning vojib emasligida birlikka kelgan. Ba'zi sahobalar bo'ygan, yana ba'zilar bo'ymagan. Buyruq degan ba'zida vojiblikni, ba'zida mustahablikni bildirdi. Shunga saqal qo'yish haqidagi buyruqmi vojiblikni bildirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana Yahudilarga xilaf ish qilinglar. Ular kash o'tiklari bilan namoz o'qimaydi degan. Barliq olimlarning nazarida kash o'tiklari bilan namoz o'qish vojib emas. Yana bizning ro'zimiz bilan ahli kitobning ro'zisini suhurliq yeyish ayriydi degan. Olimlar ahli kitobga xilaf ish qilish uchun suhurliq yeyishni vojib deb qaramaydi. Suhurliq yemagan kishi ahli kitobga xilaf ish qilmaganligi uchun gunohkormi bo'lmaydi. Ro'zisimi to'g'ri bo'laverdi. Yuqorqi hadislardagi buyruqlarning hammasi mushriklarga xilaf ish qilishdan iborat birla sababni ko'rsatgan bo'lg'achqa, boshqalarda mustahab bo'lib qolib, saqaldira vojib bo'lib qolmaydi. Hadislarda bu turlik misollar nurg'un. Buni texmi ta'kidlaydigani shuki, saqalni qo'yib o'tish haqidagi buyruq davomli burutni tushirish, ba'zi rivoyatlarda qisqartish buyrug'i bilan birga kelgan. Shundaq turuqliq burutni tushirish yoki qisqartish barliq olimlarning qarashida vojib emas, sunnat va mustahab. Bu qarashdagilar dalillarning vojiblikqa put terib turolmaydiganligini his qilib, saqalni tushirishning haromligini, er kishining surtini o'zgartirib etish degan bir sababni o'ttirg'a qo'ygan. Lekin saqal tushirmaslikning sababini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bekitib o'tgan bo'lg'achqa, buningga boshqacha sabab ko'rsatishmi o'rinsiz. Yana ba'zilar saqalni tushirib etish ayollarga o'xshab olganlik debmi sabab ko'rsatib boqqan. Lekin bu sababmi yuqorqidek hadisda bekitilgan sabab o'rniga sabab ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Navoda undaq bo'ladigan bo'lsa, ayollarga o'xshab qolmaslik uchun erlarning chochni tushirib etishi vojib bo'lib qolgan bo'ladi. Uning ustiga ayollarga erlardek saqal chiqib, ular saqallarini tushirib turadigan bo'lsa edi, andin o'xshab olish degan narsa mavjud bo'ladi. Ikkinchi qarash. Saqal qo'yish sunnat, mustahab, tushirib etish makruh. Bu Qozi Iyaz, İmam Navaviy, İmam G'azzali, İmam Ibn Qudama va İmam Shavkani qatorliq olimlar tutgan qarash. Bular buni 10 ish qadimiy sunnatdandir. Burutni qirqish, saqalni qo'yib o'tish degan hadisni dalil keltirgan. Bularning qarashicha bu hadisda saqal qo'yish targ'ib qilingan sunnat amallar qatorida sanalgan. Bu hadisning o'zini saqal qo'yish vojib degan olimlar dalil qilgan. Lekin bu hadisning sahihligiga muhaddislar birlikka kelmagan. Cho'nqurlab tekshirganimizda sanadi zaif va illatli chiqadi. Uni sahih degan olimlarning qarashini hisob qilgan taqdirdami yoki zaif hadislarni fazilatli amallarda elishqa bo'ladi degan taqdirdami, uning mazmunidan saqal qo'yishning mustahabligi chiqadi, vojibligi chiqmaydi. Uning ustiga
u 10 ishning ko'pining sunnatligida olimlar birdek qarashda, qolganining vojibligida birdaklik yo'q. Mazkur hadisni dalil qilish zaif bo'lsa-mu, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning soqol qo'yganligi va soqol qo'yishga buyurganligi soqol qo'yishning sunnat va mustahabligini bildirdi. 3-qarash. Soqol qo'yish qo'ymaslik odat va muhitga munosabatli ish. Buyruq degan ba'zida vojiblikni ko'rsatsa, yana ba'zida yaxshiroqiga yetaklash uchunmi bo'ladi. G'ayri dindagilarga o'xshab qolish diniy masalalarda bo'lsa, andin harom bo'ladi. Ammo o'rib odatga munosabatli ishlarda harom yoki makruh bo'lmaydi. Bo'libmi, o'xshab olish niyati bo'lmagan ahvolda faqatla o'xshab qolishni ko'rsatadi. Yuqoriqilar soqol qo'yish masalasidagi 3 xil qarash bo'lib, soqol qo'yish sunnat va mustahab degan qarash dalil jihatdan eng muvofiq. Bu yerda 2 nuqtani ta'kidlash muvofiq. 1. Soqol qo'yishdan iborat sunnat, mustahab ishni imkoniyat topilib soqol sababidan turli besimlarga uchramaydigan ozod sharoitda va jamiyatlarda qilsa bo'ladi. Soqol qo'yganlik sababidan, ishidan, maktabidan qo'g'lanadigan yoki da'vat faoliyatlarini yoki boshqa muhimroq ishlarni qilishda turli avorchiliklarga uchraydigan bo'lsa, qo'ymasimi bo'ladi. Qur'on Karimda qiyin sharoitda iymonni yo'shirgan kishini alohida maqtagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nuaym ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni o'zining musulmon bo'lganligini yo'shirishga buyurgan. Islom bilan iymonni yo'shirish uning shakli va tashqi ko'rinishini yo'shirgandan ig'ir. Shunga qarashlar o'xshash bo'lmagan bundaq masalalarda boshqacha qarash va sharoitlarni azg'un, fasiq deb haqoratlashning o'zi musulmonlar sepini parchalashni ko'zlayotgan din dushmanlarining ishini qulaylashtirishdan boshqa ish emas. Yana biri soqolni qo'yishning vujudga chiqadigan tuvanchaki. Olimlar soqolni bir qismini elivasi bo'ldiganligini muayyanlashtirgan bo'lsa-mu, qanchalik elivasi soqol qo'ygan bo'ldiganligida qarashlari o'xshash emas. Salaflardan ba'zilar siqimidan oshqanini elivasi soqol qo'yganlik bo'ladi desa, yana ba'zilar haj umridan boshqa chaqda soqolidan olsa bo'lmaydi degan. Yana ba'zilar bu vaqtda ma'lum chaq qo'ymasdan qisqa bo'lsa-mu qo'yilsa soqol qo'yganlik bo'ladi deb qaragan. Ularning ko'pinchisi bir siqimga yetmagan bo'lsa-mu, alohida uzrab ketgan joylarni, yan taraflarni elib o'tishga ruxsat qilgan. Haj umridan boshqa chaqda soqolidan olsa bo'lmaydi degan qarash intayin zaif qarashdir. Chunki ihromlik holatda choch elish cheklangan bo'lib, soqolmi bu vaqtda choch qatorida. Yana salaflardan odatdagi chaqlardami soqoldan olganligi kelgan. Buningdan ma'lum bo'ladiki, mushriklarga xilof ish qilish, ulardek pokiz tushirib o'tmasa, biror santi qo'yish bilan bo'lsa-mu vujudga chiqadi. Albatta, bir siqim bilan belgilash ba'zi salaflarning ijtihodi bo'lib, bu deganlik bir siqimdanmi oz qo'yish soqolni tushirib o'tganlik bo'ladi deganlik emas. Ba'zi salaflar bir siqim deb bekitmasdan ma'lum miqdorda soqol qo'ysa joiz degan. Andin ular kirlarni tozlasin degan oyatdagi kirlarni tozlashni Ibn Abbos radhiyallohu anhuma shaytonga tosh etish, qon qilish, choch tushirish va qisqartish, burut, tirnoq va soqoldan elish deb tafsirlagan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma haj yoki umr qilganda soqolini siqimdab artuqini elib etadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhuma soqolini siqimdab artuqini elib etadi. Al-Qasim ibn Muhammad chechini oldirganda soqol burutlarini yastatdi. İbrahim Daxai ular sahabi kiramlar soqolning atrofidan elib yastatdi degan. Demak, salaflar soqolni qo'ygandan keyin bir qismini elishning joizligida birdaq qarashda. Qanchalik elishda qarashlari o'xshash emas. Ulardan soqolni elib o'tish makruh deganligi rivoyat qilinmagan. Keyingi olimlarmi bu vaqtda qarashlari o'xshash emas. Ularmi soqoldan elib o'tish joiz emas deb baqmagan. Ba'zilari bak uzurgan qismini elib o'tidi desa, yana ba'zilari elishning ma'lum cheki yo'q deb qaraydi. Yana Imom Tabaridek ba'zi olimlar salaflar orasidagi soqolning miqdori to'g'risidagi qarash o'xshashmasligini bayon qilgandan keyin jamiyatdagi o'rib odatda ayblanmaydigan darajada olsa bo'ladi deb o'lcham bekitgan. Soqol qo'yishga buyurgan hadislardagi xiloflik qilishdan ko'zda tutilgan mushriklar atashparastlar bo'lib, ular soqollarni pokiz tushirib o'tadi. Soqolni qisqa bo'lsa-mu qo'yish bilanmi ularga xiloflik qilish vujudga chiqadi. Şoňa alimlardan ba'zilar cheklangini ajamlardek pokiz tushirib o'tish degan. Ixchamlasak, soqol qo'yish sunnat, mustahab degan ikkinchi qarashni tanlaganimizda, soqolni bir qismini ilib qisqartib, chiroyli tangshab yasab tursa bo'ladi. Butunlay tushirib o'tish makruh. Bo'yni bilan mag'ziga o'skini soqol doirasiga kirmaydigan bo'lg'achqa, uni tig'da tushirib o'tsa bo'ladi.
Jamiyat sharoiti yor bersa, besimga uchirmaydigan bo'lsa, Islom universitetida o'qiydigan taliblar, ahli ilmlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini qo'ldan bermasligi, taqi turqida yurish turishida mustahab bo'lganini tutishda avamun nasqa ulgu bo'lishi loyiqdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.